Mana bu fasadni qaranglar, вообще zo'r ekan. 31 buyog'i. Bunaqasiga 18,5. Assalomu alaykum. Qulay manzilda. Вообще zo'r xonadonimiz sotuvga chiqyapti. 6,5 sotuv. Qaranglar ko'chaning zo'rligini, kengligini qaranglar. Вообще cho'tki. Yo istirohatga chiqib ketirish, yo shtabdan kiraverish, shtabdan kirib shunday istirohatga chiqib ketirish. Bekobod mahallasi, Bekobod ko'chasida joylashgan. Hozir xonadonning ichiga kiramiz. Qaranglar, kirganimizda ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu xonadonni biz yer narxida qo'yganmiz sotuvga. Xo'p, past tarafi 23 ekan. Qaranglar, вообще zo'r lekin hozirgi kunda yashab tursa ham bo'ladi. Bu taraf o'zida 4 dan 5 ta xonasi bor ekan. Tepada 3 ta xonasi. Bu yerda xonalari bor. Ya'ni katta огород, вообще zo'r lekin. Shu xonadonni 280 ming dollar baholayapmiz, yana ustida ozgina savdolashadigan joylari bor. Svet, suv, gaz, kanalizatsiya вообще muammo emas. Yon atrofda masjid, magazinlar, hamma narsa bor. Shu joyga bir kamida 2-3 ta kottej qurib zo'r pulga sotaversa bo'ladi lekin. Quruvchi okalarimiz lekin вообще zo'r joy. Kimga shu joy ma'qul kelsa, pastda opsiyada barcha ma'lumotlarni qoldiraman.